Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi obzorimizda 10 kubalik KAMAZ vezdexod vodovodimiz. Vodovozimiz sotuvda tayyor. 10 kubalik bo'ladi. UzAvto treyler bilan savmesi ishlangan vezdexod. Ancha kuchli mashina narsa bo'ladi. Seksiyasi 3 ta bo'ladi. Suvni tortib oladigan va qo'shimcha turbalari bo'ladi. Demak, buning razmeri 10 kuba. Aynan shu vodovozimizni 20 kubaligi ham bor. Agar yo'q, menga kichikroq vodovozdan bo'laveradi desangiz, FAF brendidan 6 kubalik vodovozlarimiz ham bor. Aynan shu vodovozda KAMAZ yangi salafan sotuvda tayyor. Undan tashqari KAMAZning tigach varianti ham bor, yangi 0 probegda. Risor bo'ladi. Demak, pritseplarimiz, savasval pritsep, tentovka pritseplarimiz, furgonlarimiz va boshqa turdagi barcha mashinalarimiz hozirda sotuvda tayyor. Yangi to'lovlar nalichi, kredit yoki lizing orqali bo'ladi. KAMAZimizning 2 moslisi ham bor. FAF furgonlarimizni qo'sh balon 7,5 metrlik 8 tonnaligi sotuvda tayyor. Furgon bo'ladi, reformatsiyangiz ham bo'ladi. Undan tashqari elektromobillarimiz Coke, Metallica va Beijing U5 sedan varianti ham bor. Barchasini to'lovlar nalichi, kredit, elektromobillarimizga rassrochka ham bor.